Zumrad shahar parisi Elli Smit ilk bor sehrli shaharga sayohat qilganiga ham yarim asrdan oshdi. U keksayib kampirga aylangan paytida vataniga, Kanazasiga qaytdi va uyida uchratganlari elflar bo'ldi. Ular ajalvor kulbachaning sobiq parisidan afsonavor xalqqa sehrli o'lka tomon olib boradigan yo'lni ko'rsatishini iltimos qilishdi. Buning evaziga unga yoshligini tuhfa etishdi. Lekin 5 kungina xolos. Ular aynan dunyo tog'lari ortidagi mamlakatga yo'l topa olarmikinlar? Abadiy yoshlik sirining sohibasi go'zal Sohira Stellaning huzuriga yetib borishiga ulgurisharmikan? Vaqt esa shunchalik tez o'tib borardiki, kuz faslining quyoshli kunlaridan birida qo'rg'onning yarim vayrona darvozasi yonida sariq rangli taksi kelib to'xtadi. Taksi haydovchisi ko'zlari kulib turuvchi, yuzlari qip-qizil yigit yengil xo'rsinib qo'ydi va peshonasidagi terni artdi. "Mana xonim, yetib ham keldik", dedi u. "Qadrdon ko'hna Kanzasimizda bunaqa yovvoyi ayiq iskamas joylar borligini bilmas ekanman. Dahshat bo'ylab 3 soat yurib bitta ham tirik jonni uchratmadik-a." Haydovchining yonida o'tirgan, sochining gajjaklariga oq o'ralagan, yuzlari shaftoli qoqidek burishgan, ko'zlariga qalin shishlari, ko'zoynak taqqan keksa ayol unga norozi qiyofada nigoh tashladi. Hurmatli kitobxon, ushbu kitob sizga manzur kelgan bo'lsa, davomini Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga kelib o'qib ko'rishingiz va mutolaa zavqidan bahramand bo'lishingiz mumkin.